Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, Emali Group kompaniyasini, NMK kompaniyasini aziz muxlislari. Bugun Emali Group jamoasi Xiva tumani Arvik mahallasindamiz. Xudo xolasa Talantbek Bobojonovlarning uyini montaj qildik. Под ключ. Jami maydonimiz 158 158.7, почти 159 metr kvadrat. Uy vera NMK Novosibirskda ishlab chiqarilgan NMK zavodini Magnum kotelini o'rnatdik. 20 kilovatlik. Bilasizlar 200 metr kvadratgacha yetadi bu kotelimizni quvvati. Bu kotelimiz nижний горение kotellar hisoblanadi. O'zini komplektida regulyator chagisi chiqadi. İçin tozalaydi. Prochistительный nalar chiqadi. Kocherga shurovkalari. Hozir birinchi загрузкасini qilib qo'yibmiz. Xudo xolasa kotelimizning listlari 3lik ST3 SP5 degan kolonni staldan ishlangan bo'ladi. Kotelimiz нижний горение, kafolat muddati kotelni o'zini 1 yil. Biza o'rnatganlarimiz mana hozir 19 litrlik vakuumli bak o'rnatdik bu yerda. Ikkita tochkamizni yuqoridan olib o'tib ketdik. Mabodo svet o'chib qolgan taqdirda mana bu nasosdan aylanib o'tib, mana bypassni qo'yib o'tdik. Чтоб bilasizlar, nasosning krыльчаткasi kichkina bo'ladi, davleniyada suvni kam o'tiradi agarda svet o'chib qolsa. Birinchi bizada svet o'chganda xudo xolasa stabikimiz ishga tushadi. 100 lik gel akkumulyator qo'ydik, 100 amperlik и 800 wattlik stabilizator UPS qo'ydik. Birinchi navbatda bular ishga tushadi. Mabodo endi agarda svet ko'p o'chib, bu akkumulyatorning ham toki yetmay qoladigan bo'lsa, unda bypassni ochib bersalar, shu bypass orqali suvimiz aylanib turaveradi. Tak, bu Magnumning ikki xil varianti bo'ladi, bilasizlar, mexanический va avtomatika. Bu yerda mexanическийsi qo'yildi. Istagan vaqtda buni ham avtomatikasini alohida olsa, shura avtomatikasini qo'yib bersa bo'ladi. Havo yo'llarida qolgan vaqtida mana shu orqali mana havo yo'llari ochib tozalanib turadi. Bu Magnum kotellarning eng zo'r yeridan birisi нижний горение kotel bo'lgandan keyin buni mana birinchi mana bu yerdan ham tozalash imkoniyati bor. Agarda buni ichine tosh-posh bir narsa tushib qoladigan bo'lsa, bu yerdagi ruchka orqali mana tortsa, orqasini zo'rli eshikning ichine tushadi. Ichine diqilib qolgan tosh-poshlar. Mana shu tomonlari bor. Hozir uyning ichi bilan tanishib chiqamiz qisqacha. Mana shu loyihamiz, mana kotelimiz mana bu yerga joylashdi. Biz hozir orqa tarafdamiz. Orqa tarafdan girib radiatorlarni Talantbek o'zida bor ekan, ko'pchilikini o'zidan ishlatdik. Qolganlarni biz Akfa klassiklarni o'rnatdik. Sistemamiz 32 lik truba bilan tortildi. Podключениямыз 25 lik bo'ldi. Podachaga alyuminiy покрытияli truba ishlatdik. Sirkulyatsioniy nasos o'zinikini qo'ydik. Vakuumli bak toza qo'yildi va dimoxod, izolirованный стальной dimoxod и eng asosiysi mana bu zaslonkamiz mana 90 gradusli. O'zi сразу zaslonka ham o'zi отстойник mana tengdan narsa bor. Bu NMK zavodining o'zidan chiqadi. Buni ham qalinligi 3 mm bo'ladi. Soatimiz xudo xolasa 5 bo'ldi. Kechki obeddan keyingi kotelimizni uyni egalarini ruxsat olib Talantbek прямой связьda o'xshidang. Ruxsatmi Talantbek, yoqavarikmi? Bo'ldi, yaktika seni. Chet eldan turib ruxsat berdilar. Xudo xolasa uy egalari mana kotelni olishtirdi. Nasosni poka o'chirib qo'yamiz. Mana hozir girishi 209 volt, chiqishi 220 volt. Besperibojnikimizning o'zi 220 ga ko'tarib chiqaribdi. Fakat chiqishni o'chirib qo'yamiz. Kotelning ichidagi suv miqdorini ko'tarib olamiz temperaturasini. Temperaturamiz примерно 33-34 graduslar. Kotelimiz yanishni boshladi. Mana ovozini eshitib ko'rishingiz mumkin. Soatimiz 5 dan 3 minut o'tdi.
Mana dimoqotimizning ishlashi. Mana kachalımızın içini yanışı. Xudo xolasa temperaturamız 60 gradusga yaqinlashyapti. Уже samotyok ketdi. Davleniyamiz 2 atmosferaga yaqinlashyapti. Soatimiz 5dan 14 minut o'tdi. Xudo xolasa temperaturamiz 70 gradus, kachalning ichi sal farq qiladi. Xudo xolasa bypass bilan yuvarib qo'yadik. Birinchi, ikkinchi tochkamiz bordi уже. Уже samotyok aylanib turibdi. Yana hozir nasosni qo'shmay ichkariga kirib ko'rsak bo'ladi. Sразу keyin ichamdan nasosni qo'shib beraveramiz. Şöyle görsem mi? Mana, sho'rni ko'rib bering. Mana uy egasi tekshirib beradi hozir. Sho'rni ko'rib bering, tekshirib. Yarım mı? Bu hozir nasossiz bu. Endi nasosni qo'shib beramiz. Svet yo'q vaqtida ishini aylanib turaveradi-da suv. Nasosni qo'shamiz. Qo'shib beramiz. Bypassni ilib nasosni ochamiz и ana qo'shildi. Endi suv nasos bilan aylanib keladi. Yaqin o'sha turib bilasanmi? Bir yandan girip geladi şu. Kızdı mı? Nasosda derri geladi. Bu ikinci tochkangiz bu. Birinchi tochkamiz bu sefer bir anda. Bu uydan girzib geldik. Trubani 32 girgan, tepadan o'tib boradir. Birinchi tochkamiz bu. Pishirib turibdi bu. Şu an tekshirib ko'ring. Başta bir kızardı, keyin plastinkalar kızardı. Yine şuradan uçarsanız yine hır seziladi, gördünüz. Yani radiatorimizda endi uni tekshirib ko'ramiz. Yine qo'lni pishiradi. Birinchi tochkamiz bu xonamiz bo'ldi. İkinci tochkamiz yukarıdan keladi trubamiz. Va bu yerdan boshlab hammasi уже voy qo'lni pishiradigan bo'libdi. Bir zal joyimiz bu avvaldan talantda o'zida bor radiatorlar bular. Bulara endi girdi hali. Bunchayapti, qo'lni pishirib turibmi? Bundan keyin bergi xonamiz. Bu yerdan bir xonamiz bor. Bu уже qo'lni pishiradi. E'tibor qiling, однотрубный sistema bilan ketgan. Bunda eski tizimlar, pechlar bular endi kerak bo'lmaydi. Bu yerimiz предпоследний, uy egasi. Shu oxirgi tochkangizni ko'ring. Bu oxirgi tochkangiz yine. Qo'lni pishiradimi? Shu bilan hamma radiatorlaringiz qizdi, xudo xolasa. Bu oxirgi tochkangiz уже. Ma'qul. Mana hamma tochkalarimiz qizdi. Bu tarafimiz ham yine однотрубный 32 galator, 25lik подключение. Issimi? Pishirami? Yetami shuni issa qisha? Yaxshi. Soatimiz 17:23. 23 minutning ichida xudo xolasa hamma radiatorlarimiz qizdi. Mana kachalimiz yana geldik. Soatimiz 25 bo'ldi. Mana davleniyamizni tushirdik. Normalniy davleniya NMK uchun 0,5 sovuq vaqti рабочий davleniya 1-1,5 atmosfera turaversa bo'lardi. Bundan oshirmak kerakmaydi. O'zi suv bo'lmasa davleniya 0 tushib qoladi. Temperaturamiz
72 graduslar atrofi. Sirkulyatsiya nasosimiz ishlab turibdi. Hamma narsamiz ajoyib, xudo xolosa. Dimoxodlarimiz ham. Mana shogird hamma yerni tekshirib chiqdingmi? Qizdimi hamma yer? Nechami to'ldi yana? 25 footda qizdimi hammeringni? 17-25. Oxirgi tochkani ham ko'rding, ha? Yaxshi. Kotelimiz Magnum 20 kilovatlik Novosibirsk NMK zavodida ishlab chiqarilgan. Shu bilan Talantbeklarning uyida amalga oshirgan ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana soatimiz xudo xolosa почти yarim soat bo'ldi kotelni yaqqanimizda. Temperatura o'zini ushlab turibdi. Talantbekina Rossiyada o'tirib, bizani ishlarimizni nazorat qilib turibdi. Mana intervyu. Mana shunga raq tursak ko'rinadi o'xshaydi. Talantbek. Shu endi xizmatindagilar gap yo'q. Rahmat. Mamnunmisiz ishimizdan? Mamnunmiz. Sizlar shu qilgan ishlaringizga rozi bo'lsangiz, bizlar rozimiz. Hamma shunda deyib, bizlar bu yoqdan biringlar endi xizmatimda bo'linglar. Rahmat. Bizlar shod bo'lsin. Siz ham katta rahmat. Emonda yana bir klient, ikkinchi klient. Xudo xohlasa kunda ularni tatlı ishlar, men ham bunday ko'rdim, qizim o'tirdim. Men ham buni ko'rdim, zo'r ekan. Ishonaman endi. Men hozir birinchi ko'rishim, lekin qoyil qoldim. Rahmat sizlarga mehnatlaringizga. Rahmat. Men havosim ketib o'tirib, men endi uyni kvadratini o'lchadim, men ham bir zakat beraman endi. Tatlılar ishonaveringlar, zo'r. Tashab qo'yinglar, qattiq bildiraman degan odamlar bo'lsa. Rahmat. Yaxshi. Sizlar ham katta rahmat. Uylaringizda yaxshi gullab bo'lsin. Salom bo'lsin. Xo'p, rahmat katta. Sog' bo'linglar. Sizlar ham tavsiya qilib qolamiz. Emali Group bilan uylaringizni Novosibirskda ishlab chiqarilgan NMK zavodining Magnum, Sunfire va boshqa serial kotyonlari bilan uylaringizni isitishni va albatta bizning Emali Group kompaniyasi bilan birga. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.